birdan pedal sinab o'ynab qolyaptimi? Uzoqqa borganda ko'tarilyaptimi? Lab ko'tarish qiyin bo'lyaptimi? Hozir shuni muammoni to'g'rilash uchun bizga birdan 10, birdan 14 kuruch keraklar. Hozir sizlar shu narsani to'g'rilaymiz. Birinchi navbatda mana shu boltimizni tekshirib olamiz. Bu bo'shab ketgan bo'ladi. Uni yaxshilab qotirib olamizda. Kuch bilan yaxshilab qotirib qo'yamiz, ya'ni bo'shab ketmasligi uchun yana. Ikkinchi navbatda tekshirgan narsamiz mana bu narsa bo'la mana. Bu juda ko'p o'ynab yotibdi. Buni ko'proq qotiramiz tepagacha. Buni qotirib olishimizdan sabab ko'p o'ynab qolmasligi uchun, ya'ni. Buni qotirib oldik. Qotirib olganimizdan keyin buni kuch bilan yaxshilab qisamiz. Va ozgina xalosda holat tutish kerak mana. Keyingi navbatda mana boltimizni bo'shatib qo'yamiz. Bu yerda mana 14 kurishimiz kerak bo'ladi. 14 kurush bilan bo'shatamiz mana. O'zingizga moslab, mana qanaqa qulay bo'lsa o'shuncha qilib surib olasiz. Va yaxshilab qotirib qo'yamiz buni. Qattiqroq qotirib qo'ying, chunki bo'shab ketsa yana shunaqa bo'lib qoladi. Mana o'sha ozgina xalosda holat bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun kerak? Agar ozgina xalosda holat qo'ymasangiz, labkasi tepaga ko'tarib qoladi, material yaxshi tortmay qoladi. Shuning uchun ozgina xalosda qo'yib qo'yasizlar. O'sha mana tortdingiz, o'sha ko'tarishni boshlaydi. Ozgina keyin ko'tarishni boshlaydi. Bundan ham qaytib ketmaydi, yaqinga o'tib ketmaydi. Sразу ko'tarishni boshladi shuni. Ko'rib turganlaringizda, shu pedalni sal surgandan labka ko'tarilib turibdi. Videomiz foydali bo'lsa like bosib qo'yamiz va tezda yaqin tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Siz mashinangizda qanaqa muammo bo'lib turgan bo'lsa, kommentarlarga yozib qoldiringlar, video obzor qaytaramiz. Xudosi sizlarda o'xshadimi, o'xshamadimi? Uni ham yozib qoldiringlar.